Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana 23 kvadrat joyga Alumin Alpro firmasida oq oyna seriya bo'ldi bir qavat. Teras olib kelib qo'yib berganmiz. Общий 23 kvadrat chiqdi ustunlaridan tashqari. Kvadrati 510 mingdan chiqqan ishimiz ikki chekkadan ochilishga berdik. O'rtada ikkita kanalli eshik. Ustunlarni arka fonda o'rab berdik. Har doimgidek seriya arka fonda. Chekkalari ham shirokiysidan bo'lgan. Bozorishkalarda yopilishlari xudo xolasa cho'tki chiqdi. Eshikni bo'yi ham 210 bo'lgan akalar. Yopilishlari xudo xolasa zo'r. Ikki tomondan ochilishga berganmiz. Ruchkalari alvit. Ispaniya tilida bo'lgan. Taylar alkafon. So'risi tomonni podagonni qo'ymadik. Soqchasi kichkina ekan. Yopilishga chiroq chiqdi xudo xolasa. Oddiy bo'lib xizmat ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99 909 95 91. Alyumin plastmassa ham ishlardi. Quloqlarimiz xudo xolasa.